Amerikaga davolangani bormoqchiman. Nima qilsam bo'ladi? Amerikaga davolangani bormoqchi bo'lgan insonlarga yuzlanamiz. Ya'ni Amerikaga siz borib davolanmoqchisiz, lekin nimadan boshlashni bilmaysiz. Albatta bu sizni kasallik tarixingiz kerak bo'ladi. Va bir narsani aytib o'taman. O'zbekistonda oddiy, misol uchun aytaylik, shamollash, belim og'rig'i deb borib bo'lmaydi. Shuni ham hisobga olinglar. Chunki ertaga hamma voy belim og'risa Amerikada tuzatib kelamanmi degan narsaga konsul isha olmaydi. Albatta kasallik haqiqatdan ham og'ir bo'lishi kerak va o'sha narsani Amerikada davosini topa oladigan bo'lishi kerak. Undan tashqari Amerikaga hamma diagnozni jo'natiladi tarjimai holatda va o'tda o'sha imенно sizni kasallingiz bo'yicha ixtisoslashgan klinikalardan biri bilan o'sha suhbat olib borilib, keyin ular приглашение chiqaradi o'zini qonun qoidalari bo'yicha. Va shunga do'stlar, undan aytgan elchixonaga yana qo'shimcha yig'iladigan dokumentlar bor. O'shani yiqqan holatda va siz kirayotganingizda yana bir narsa bor. Agar sizni ota-onangiz yoki farzandingiz yoki родной aka-singilingiz bo'lsa, ana ularga сопровождающий bo'lib ham kirsa bo'ladi. Shuni hisobga olgan holatda bugungi mavzu Amerikaga davolansa bo'larmidi? Albatta bo'ladi. Hammaga rahmat. Podpiska, like, kommentariyamingizni sog' bo'linglar.